O'ynash bilan xotinning farqi nimada? Hozir men sizga 7 ta farqini sanab beraman, diqqatni eshitib turing. Birinchisi, restoranga kirganda o'ynash hamma narsani tashlab ketadi, xotin o'zi bilan saboy qilib olib ketadi. Ikkinchisi, xotin bola chaqa qaynona qaynota bilan o'ralashadi, eri kelganda ha dadasi ovqatingizni suzib qo'yganman deydi kirib ketadi. O'ynash faqatgina sizni eringiz kelishi uchun tayyorlanadi. Uchinchi farqi, o'ynash eringizni maqtaydi. Jonim, unaqa siz qilib berasiz-a, siz zo'rsiz-a va shuni qilib berdingiz deydi. Eringiz anchadan beri sizdan eshitmagan gaplarni undan eshitib, o'zini erkak his qiladi. O'ziga ishonchi ortadi. Men shunaqa zo'r ekanman deydi. Nechinchisiga keldim. Keyin o'ynashda xonasida bolalar o'ralashmaydi, narsa sochmaydi, o'yinchoqlar yerga otmaydi, atirlarni sepib, pinyorlarni kiyib, o'ynash faqat eringizni kutadi. Siz ovqat qilasiz, o'sha kiyimni yechmaysiz, chunki bolalardan ortmaysiz, qaynona bu yoqda shang'illaydi. Eringiz ishdan kelganda siz dardingizni aytasiz, qo'shnini g'iybat qilasiz, bolalaringizni urushing deysiz, uyda nima kamligini aytasiz, yetmayotganini gapirasiz. O'ynash bo'lsam eringizni maqtaydi, siz zo'rsiz deydi, uni eshitadi o'tirib, o'z xayoli boshqa joyda bo'lsa ham eringizni eshitib o'tiradi.